Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Bugun yana o'sha Oltiariq tumani Yangarab qishlog'idamiz. O'sha rahmatli Oxin aka Madaliyevni qishlog'idamiz. Biz Husan akamizga Rembo navli urug'ini bergan edik va xursand bo'lishi o'zidan mana hosildorligini ko'rib va kasallikka chidamligini ko'rib turib bizni kelar endi bir video qilib ketinglar. Yaxshi urug' bergan ekansizlar, bir hosillarni ko'rib bir video qilib ketinglar deyishdi. Mana biz keldik. Sontaga assalomu alaykum. Dehqonchilarga Alloh barakasini bersin aka. Aytganimdan ham ziyoda bo'lib, zo'r o'pdi, Xudo xolasa. Xudo xolasa. O'sha Abdurahmon akamga berganimizda juda ko'pchilik kommentariyalarda Abdurahmon akam endi bizga katta odam yolg'on gapirmaydi, boshqa qilmaydi. 5-6 marta uzdim. Teyda hali uzib tugatganim yo'q. Yo'q, o'sha deyishganiga buzilgan bodringga o'xshamayapti-yu deb. Shunaqa har kommentariyalar qilishdi. Keyin aytdimki, men yana bu Rembo navini bir boshqa dehqonimizdan albatta videosini qilib chiqaraman deb keldim. Mana Xudo xolasa mana niyatimizga yetib, mana keldik. Qala endi bu dehqonchiliklarimiz, urug' bergan urug'larimiz. Mana o'sha borganimizda o'sha Abdurahimjon bilan uchrashib qolgandik. Shunaqa aka, mana shu urug'ni eking, kam bo'lmaysiz dedi. Rembo navi. Endi o'sha odam tavsiyasi bilan mana shu Remboni siz tavsiya qildingiz. O'zim. Mana olib kelib ekdik, Xudoga shukr, mana ko'chatlar mana ko'rsating, u dehqonni o'zi ko'rsatsin. Qarang, dehqonni o'zi ko'rsatsin deb yetkazib yuboramikan, hosilda qarang mana. Endi Xudoga shukr, men xursandman sizlardan. Rahmat. Bundan-da ziyoda, bundan-da nima ko'chatlarni qarang endi. Men juda xursandman. Santava oilam ham xursand. Santava bil bizdan birinchi marta urug' olishdi. Abdurahmon akam tavsiya qilgan sizga. Bordingiz o'zimdan siz Alisher deb sizni deb bordingiz, menman Abdurahim jo'natdi. Abdurahimga bergan o'zingiz ekkan, sinovingizdan o'tgan urug'ni berasiz ekan. O'sha. Remboni berganman. Men buni 3 yil oldin ekkanman, haqiqatda hosildorligi. Buni keyin bunday ahamiyat bersaling, Santava balki maydaroq bakolar. Ammo kasallikka o'ta chidamli. Shunaqa ekan. Mana bir qator ko'rsaling, birorta bir o'sha berunasi bor, qizil kasallik hali tushgan yo'q. Sababi o'sha hosildorligi bilan, kasallikka chidamligi bilan ajralib turuvchi Rembo navimiz bu. Mana o'zlaring tavsiyalaring bilan qilyapmiz, Xudoga shukr. Rahmat. Kam bo'layotganimiz yo'q. Nima deysiz endi bir dehqonlarimizga, muxlislarimizga misol uchun shu urug'larimiz haqida. O'sha Abdurahimjon ham aytib o'tdi, men ham aytaman, bu urug'ni haqiqatda ham ommalashtirish kerak. Ko'proq ekaverish kerak. Yanada ko'p nima qilsak, menga o'xshagan dehqonlar masalan, mana shu eksa, Xudoga shukr kam bo'lmaysizlar. Ekinglar bu urug'ni. Mana ko'rib turibsizlar hosilni. Sinovdan o'tgan haqiqatda hosildorligi. Ishondim, sizga ham, Abdurahimga ham rahmat hammalaringga. Rahmat. Shu mana dorilarni ham yetkazib beryapsizlar. Xudoga shukr, hammasini tavsiya qilgandek. Arzon, yaxshi hammasi. Biz Santava birinchi o'rinda o'zim men shaxsan o'zim necha yildan beri bodring ekan o'sha issiqxonamda, Beslo't issiqxonamda o'sha birma-bir urug'larni, yangigan urug'larni sinovdan o'tkazib turib, o'zim amalda ko'rib, o'sha hosildorliklarni bir qator ko'rib, yaxshi bo'lsa o'sha nav. Keyin dehqonlarga, do'konimizga kelgan dehqonlarga men ular tavsiya qilib beraman. Ishonch hosil qilgandan keyin. Ishonch hosil qilgan sababi, rahmat. Siz misol 1 yil kutasiz bu bahorda kelishini, shu ekib, shu issiqxonamgacha, kichkina issiqxonamga ekib turib 3-4 so'm daromad olishim kerak deb yaxshi niyatda ekasiz. Albatta bir sinovdan o'tmagan urug'ni misol uchun ekib qo'yadigan bo'lsangiz, o'zingiz ham bir hali diqqat bo'lasiz, bo'g'ilasiz misol uchun, xafa bo'lasiz-da. Diqqat bo'lgan paytimiz ham bo'lgan. Misol uchun sizga bir sinalmagan urug'ni berib turib, yaxshi bo'ladi deb bersangiz, misol sizda yaxshi bo'lmasa, siz bergan pulingizga yo'lmasa bizdan norozi bo'lib qolasiz. Og'rinasiz. Biz Xudoning oldida ham, siz oldingizda ham javobgar bo'lib qolamiz. Shuning uchun albatta biz men shaxsan o'zim sinayman-da. Menga juda ko'pchilik keladi, mana shu nimalarimizga, do'konimizga qanaqa urug' eki deydi. Men o'zim ekkan, yaxshi ko'rgan urug'larimni tavsiya qilaveraman. Shu paytgacha birorta dehqon kelib, urug'im bundaqa chiqdi, boshqa chiqibdi degan basda. Sabab o'zim amalda oilamizdan xursand, hammamiz rozimiz. Rahmat, Husan tova. Bo'lmaylar, ammo shunchalik tavsiya qilib beriladi. Xudo xolasa, kam bo'lmadik. Demakki niyatda ekkan bo'lsangiz, Alloh niyatga yetkazsin. Aytganingiz kelsa rahmat. Dehqonchilaringiz yaxshi bo'lsin. Rahmat. Xudo xolasa, bundan keyin o'sha kuz oyiga ham men sizga agar oldimga borsangiz, yaxshi o'sha sinovdan o'tgan urug'larni beraman. Qo'lni birlashib qilamiz, shunaqa. Ishlaymiz, Xudo xolasa. Bemalol o'sha o'zingizni ham qishloqlaringizga, tanish bilish o'rta yarimlaringizga urug'imiz bemalol tavsiya qilaveramiz. Bitta bu Rembo emas. Allohu akbar.
Bo'ldi, rahmat. Hurmatli dehqonlar, bugungi shu qisqacha videolarimiz shulardan iborat edi. Ekranga nomerini qo'yibman. Shu urug'lar haqida to'liqroq ma'lumot oladigan bo'lsangiz, bemalol aloqaga chiqavering, ma'lumotini beramiz. E'tiborlar kam bo'lmaysizlar. Zo'r urug'. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.